Xudo xolasa Volkswagen Polo'ning ruloy kolonkasi bitdi. O'rtada bunda lift yo'q, uju ko'rib turibsiz, dik saylanib turibdi. 1 yil garantiya bu narsaga. 62 urib beramiz. Boltlarni işte bu bizlardan boshqa bu narsani o'ynamaslik uchun. Yine chotki bo'ldi yine. Ikkilanchisi tayyor bo'ldi. 60 ga urildi. Buni olib ketadilar. Endi bizlar ertang dezgi Audi A7'den korobkasi kutib turibdi. Stakanchiklarni, bolt joylarini döşüş kerak. Tokur yonib berdim buni. Bu yerda 3'sü, bu yerda 4'tanchisi, yana 4'sü ertang tayyor bo'ladi. Bu korobkani endi xudo xolasa ertang qura beramiz. Bu yerda gidrobloklar. Bular ham qura berish kerak. Vaqt yo'q doğrusu. Bu yerdan bir Audi'ni korobkasi bo'laklangan holatda. Zari ish qurollar. Tirshotka.